Sigir suti oqsiliga nisbatan allergiya 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda 7,5% holatda uchrab turadi. Bolaning yoshi asta-sekin kattalashib borishi bilan bu allergiya ko'pincha yo'qolib ketadi. Sigir suti oqsiliga nisbatan allergiya tez va sekin tipda kechadi. Tez allergik reaksiyalar sut yoki sutli mahsulot iste'molidan bir necha daqiqa o'tgandan keyindan boshlab to 2 soatgacha bo'lgan muddatda rivojlanadi. Sekin allergik reaksiyalar 48 soatdan 7 sutkagacha bo'lgan muddatda sekin-asta rivojlanib boradi. Buni qanchalik tez va kuchli rivojlanishi qancha miqdorda sigir suti iste'mol qilingani bilan bog'liqdir. Tez allergik reaksiyalar teri, nafas yo'li yoki oshqozon ichak simptomlari bilan birgalikda kechadi. Shuningdek, anafilaktik reaksiyalar ham kuzatilishi mumkin. Qon bosimi tushadi, puls bilinmay qoladi va bola tezda hushini yo'qotishi mumkin. Yuqorida aytgan anafilaktik holatlar juda kamdan kam kuzatiladi. Asosan 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda eng ko'p kuzatiladi teri bilan bog'liq holatlar. Teri qizaradi, teri quruqshiraydi, teriga atopik dermatit, diabetes ko'rinishidagi har xil toshmalar toshadi.